xuddi bir qoniqmagandek gapiryapsiz-da. O'zi normalniy bo'ldimi, realniy? Ya o'zi gapirsa qolganda. Institutdan keldi janob. Boshlashdimi? Choqqonlar kelasiz. Yoshim 75 ta. Samarqand viloyati Patash tumani Ziyoda Qo'rg'oncha shahrida keldim. Turmush o'rtog'im bor, ikkalamiz birga kelishdik. Bugun mana joylashdik. Muolajalar boshlandi, xudo xolasa. Bugundan boshlandi. Nima shikoyatlar bilan keldingiz? Davlinam ko'tarilib turadi, yuragim sekin uradi. Bosh qismlarimda shovqin bor. Keyin o'tirsam oyoqlarim og'riydi. Boshim og'riydi. Keyin oshqozonda ovqat qilsa, yesam qayt qilaydim. Shular bo'yicha shikoyat qilib keldim. O'zi umuman detoksikatsiya bilan faqat yoshi kattalar emas, yoshlar ham kelishi kerak. Hozirgi kunda deyarli hammada sog'lom ovqatlanish yo'q. Buni orqasida mana o'sha ovqat hazm qilish muammo ketdi, keyingi muammolarga ulanib ketadi. Bu sababli uyqu buziladi. Bundan tashqari bu zaharli moddalar baribir jigarga ta'sir qiladi, o'sha jigar faoliyati ishdan chiqishni boshlaydi. Tasavvurim juda yaxshi, a'lo darajada. Kelganimda turmush o'rtog'imdan o'zimda ham mazam yo'q edi. Men masalan insult olganman. Shundan keyin mana gapirishim unchalik yaxshi emasdi. Hozir ancha o'zgarish bo'ldi. Yotadigan joylari ham juda yaxshi ekan. Issiq, toza, ozoda. Hamshira qizlar ham juda odamni ko'ngliga qarab ish qilar ekan. Doktorlar undan yaxshi ekan. Umuman olganda har qancha vaqtda o'zi odam detoksikatsiya qilib yurish kerak? Har 6 oyda. Boshimdagi shovqinlar yo'qoldi. Oshqozonimda og'riq yo'qoldi. O't pufakdagi og'rig'im yo'qoldi. Uxlayapman. Eng keragi uxlayapman. Kunduzi ham uxlayapman, kechasi ham uxlayapman. Doktorlarga rahmat. Boriga shukr. Bu klinika deb bo'lmaydi buni. Buni sanatoriya desa bo'ladi. Sanatoriya. Bergan ovqatlari ham sanatoriyaga mos. Sharoiti ham, doktorlarning qarashi ham hammasi menga ma'qul. Yaxshi bo'ldim, ancha yaxshiman, umuman yaxshiman. Bu sog'liq yosh qariga qaramaydi. Keksa odammi, yosh odammi baribir dard tegaveradi odamga. Xudo sizlardan rozi bo'lsin, xalq undan ham rozi bo'lsin. Xudo xohlasa yana ko'rishamiz. Xudo xohlasa. Sog' bo'linglar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ko'p odamlarga foydalaringiz tegsa, Alloh sizlarga yordam bersin. Kasal bo'lmangizlar. Xudoga shukr, eson-omon klinikamizni ochib oldik. Alhamdulillah. Va birinchi bemorlarimizni qabul qilishni boshladik. O'sha ish jarayoni boshlandi va bemorlar hozircha xursand, Xudo xolasa. Oxirgacha bo'lsin shunaqa. Hozir juda ko'p savollar paydo bo'ldi. Nega aynan BYD degan nomni tanladingiz? Nega BYD? Mashinani nomi bo'lsa, nega BYD emas degan savol paydo bo'ladi. Nega BYD emas? BYD hozir ommabop bo'lgan nomlardan bittasi bo'lyapti. Qisqa, lo'nda, jarangdor. Harflari bir xil bo'lsa ham, ma'nosi butkul boshqa. BYD bu mashinaga tegishli, BYD o'z anaqangni orzuyini yaratadigan bo'lsa, bizda o'zingni doktoringga ishon yoki o'zingni doktoringga ishonch bildir degan ma'noda klinikani nomlaganmiz. Shuning patsientlar bizga bemorlar o'zini ishonadi, o'zining sog'lig'iga ishonadi va biz ularning ishonchini oqlab, xuddi o'zimizni yaqinlarimizga qanaqa muomala qilsak, xuddi shunaqa chiroyli muomala qilgan holatda davo chiqarib olish maqsadimiz bo'lgan.